Assalomu alaykum, Bahodir Rus kanali obunachilari va chorva ishqibozlari. Hafta kuniga dushanba 2026-yil 16-fevral. Toshkent viloyati Parkent tumani Boyqo'zon qo'rg'onidan bo'ladi. Xudo xolisa bugungi video obzorimiz, hurmatli obunachilar. Anchadan beri sharalel buqa chiqazmagandik, mana hurmatli obunachilar. Sherzod do'stimizning xonadonlarida chiroyli mana ratsionda boqib qo'yibdi. Boqqanga ming rahmat. Shuni video obzorini olib beramiz. Yoqsa bir donadan layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qolgan to'liq ma'lumotlarni Sherzod do'stimiz o'zlaridan olib beramiz. Sherzod hormang. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimisiz? Charchamoqsizmi? Tinchmi xonadonlaringiz? Rahmat. O'zingizlar yaxshimisizlar? Zo'r, Xudoga shukr. Bugun Xudo xolisa nimalar chiqazib beramiz sotuvga? Bahodir mana shu ikkita boqamiz bor. Aha. Bitta sharalari bor, yana bitta boqachamiz bor. O'shani video obzorini chiqazib beramiz mana Xudo xolisa. Hurmatli obunachilar, ko'rib o'zingizlar sifatiga bahoni berib qo'yasizlar. Mana sharalel buqamizdan boshlaymiz. Sherzod qachon olgandingiz buni? Buni Xudo xolisa anaqada olganman. 1 oy oldin olingan. 1 oy oldin olingan. Mana do'stlar. Kurechini buzdimi, buzmaganmi? Buzmagan, buzoq bunisi. Hali buzoq do'stlar, mana old peridolariga e'tibor berasizlar. Mana haqiqiy mana ko'zlarining cheti qizil o'rtoqlar. O'zi mana sharalel ishqibozlari o'zi biladi, boqqanlar biladi. Xudo xolisa buni zotga ham tavsiya bera olamiz, a? Ha, albatta, zotga ham tavsiya beramiz. Endi ko'ryapsiz, hozirgi paytga kelib sharalel ham kirishi ham qiyin bo'ldi. Hozir olib kirib kelish ham, oqsil kasallik ham ko'payib ketgan. Hurmatli obunachilar, imkon qadar mana zotga foydalansanglar ham bo'ladi mana. Bo'yini balandligini aytib o'tamiz. Bahodir buni hali anaqaga qo'yib ko'rmaganmiz-da. Metrga. Metrga solinmagan. Solinmagan. Mana do'stlar. Taxminan aytib o'tamiz bo'yini balandligini. Bahodir buni taxminan menimcha 1.40 lar chiqsa kerak Xudo xolisa. Endi plus minus nari beri o'rtoqlar mana. Kurechini buzmagan hali, lekin nihoyatda uzun mana. Oqsil tegmagan-a bunga? Yo'q, oqsil bo'lmagan. 1 hafta garantiyamiz bor, Xudo xolisa. Xudo xolisa 1 hafta garantiyamiz bor. Yedi ishtilariga hammasiga garantiya bor. Hurmatli obunachilar, qatdan mol olsanglar ham yedi ishlarini ko'rib sinab olishini tavsiya berib qolamiz mana. Lekin sifati zo'r Xudo xolisa. Olib boqsanglar yaxshi effekt beradi. Joni insof bo'lgur mana. Sherzod, endi nima deymiz? Qiziq joyi narxida do'stim buni. Buni nima deymiz Bahodir? 43 million deymiz. Kelishtirib shuni 42 qo'yaylik Sherzod. 43 demayinda 42 million qo'yamiz. Ishqibozi bo'ladigan bo'lsa sunnatiga o'tib bering. Mana Bahodir, mana obunachilaringizga 42 million bo'lsin mayli. 42 million kamini ham qilib berasiz Xudo xolisa. Hurmatli obunachilar mana. Onlayn savdolarimiz bor, a? Onlayn savdolarimiz bor. Imkon qadar kelib tepasida ko'rib olishlarini tavsiya beramiz. Hurmatli obunachilar, baribir ko'z bilan ko'rib olgan boshqa mana. Dastavkalarini nima qilamiz? Endi dastavkalarini kelishgan holatda bo'laveradi. Xudo xolisa mana gazlarimiz ham ochilib qoldi. Kelishilgan holatda bo'ladi, hurmatli obunachilar, dastavka xizmatlari. Mana. Xo'p, bo'lmasa shunda pauza bosamizda ikkinchisini olib chiqib, video obzorni davom ettiramiz, hurmatli obunachilar mana. Ikkinchisini olib chiqib ko'rsatib beramiz, hurmatli obunachilar mana. Endi arqonda yotgan o'shaning uchun burniga halqa solindi, lekin o'zi yuvosh narsa, hurmatli obunachilar mana. Mana hurmatli obunachilar, ikkinchisi. Bunimizni yoshi qanaqa, Sherzod? Buzgan-a bu? Mana hurmatli obunachilar, o'zi mana chorvachilik o'zi bilsangiz, aslovniy kurechini buzgandan keyin yaxshi ves oladi-da o'zi buqalar. Bizda ko'pchilik nima qilamiz? Olamizni 5 oy, 6 oy, 8 oy boqamiz, ayni qo'shadigan paytiga kelganda buni sotib qo'yamiz. Hurmatli obunachilar, mana kurechlarni buzgan. Xudo xolisa ratsionda bularni boqsa tonnalik bo'ladi, bular Xudo xolisa. Mana kurechlarni buzgan. Qancha bo'yini balandliklari? Buni bo'yini balandligi 1.30.
1.30 1.35 orasida qo'yyapmiz hurmatli obunachilar. Kelganinglarda ko'rib olasizlar bir sidirg'a mana. Oldi peridoylariga e'tibor berasizlar mana. Joning sog' bo'lgur mana. Oqsil tegmagan bunga. Qo'rqmasanglar ham bo'ladi hurmatli obunachilar, olib mana. Rosa boqadigan xonasi kelgan. Xudo xolisa har bir sohada mehnat yotadi hurmatli obunachilar. Chiroyli sababini qilib boqsanglar baraka topasizlar mana. Bir hafta 7 ishtilariga garantiya beriladi. Qayerdan mol olsanglar ham ko'rib, sinab olishinglarni tavsiya berib qolamiz hurmatli obunachilar mana. Badanlari ham zo'r xudo xolisa. Yeb ichishlari zo'r, ha? Endi xudo xolisa maqsad sotish buni. Videoda kelishtiring deb o'tirmayman, yopishtirib bitta sotadigan qilib eting, qolgan savdosini obunachilarning o'zlari qilsin. 38 million qo'yamiz. Xudo xolisa kami bor. Etilayotgan pulni hammasi olib qolinmaydi do'stlar. Savdo sunnat, bozorda ham, ijtimoiy tarmoqda ham savdosini qilib olasizlar mana. Yo ikkalasini bir joyga olaman desa, necha pul qo'yamiz? Parallel ikkalasini bitta o'xshatib etingchi, ikkalasini jupiga bo'ladigan bo'lsa. Xudo xolisa yengilroq qilib beramiz, ha? Hurmatli obunachilar, jupiga bo'lsa, bilasizlar, yengilroq bitadi mana. Har doimgidek onlayn savdolar bor. Dastavka xizmatlari kelishilgan holatda bo'ladi hurmatli obunachilar mana. Sababini qilib yoritib berish bizadan. Mana yomon narsani ilinib olib chiqmaymiz hurmatli obunachilar. Mehnatni qo'llab-quvvatlagan holatda layklarni bosib, kommentariyada otangga rahmat deb yozib ketasizlar. Havas qilganlarning xonadonida hurmatli obunachilar 5 ta 10 talab boqish nasib qilsin. Hammaga bersin, hamma qatori bizga ham bersin do'stlar mana. Sherzod, shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Sizni ham chorvangizga baraka, bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilar, bu videoni parallel buqa qidirib yurgan tanishinglarga videoni ulashib qo'yasizlar. Shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.